Samarqand shahridan akamiz detskiy pultli mashina uchun akkumulyator zakaz qilgan. Aslida detskiy pultli mashinachani ichida mana shunga o'xshagan 12 voltli 7-8 amperli akkumulyator bo'ladi. Bu uzoqqa yetmaydi, uzoq xizmat qilmaydi. Bu akkumulyatorlar tezda tugab qoladi zaryadi. Biz mana shunaqa akkumulyatorni o'ziga o'xshagan korpusning ichiga shu 5 qatordan 7 qatorgacha bo'lsa, shunaqa litiy-ion akkumulyatordan terib beryapmiz. Ya'ni bu hozir 5 qator terilgan 12 volt 13000 mAh bo'ladi ichida. Buni bitta mashinachaga o'rnatgandan keyin uzoqqa yetadi zaryad. Ancha munchaga tugab qolmaydi. Ham uzoq muddat xizmat qiladi, xudo xolasa. 3 qatorlilarini mana bunga o'xshagan korpus oq korobkaga terib jo'natyapmiz. O'zbekiston turli joylariga BTSdan, Uspostdan. Bunga qo'shib o'zini zaryadligini qo'shib jo'natamiz. Shu mashinachani akkumulyatori, bu litiy-ion akkumulyatori zaryad qilib bera olmaydi. Mashinachani har doim suqib ishlatadigan joyidan suqib zaryad qilib ishlatsa ham bo'ladi. Va mana shu akkumulyatorning o'ziga tevasiga razyon qo'yib qo'yilgan. Mana shu joydan ham suqib, mana shu joyidan o'ziga ham suqib zaryad qilib ishlatsa ham bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa akkumulyatorlar shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston hamma joyiga yetkazib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.